Baş xe. O'tira xe. Olanma xe. Yalğız xe. Oğlanın xorjinidan xorni chiqdi, xorizin yanchiqiga asta tiqdi. Aşxanada aş etar, apam bilan hadanlar. Yalab yurar tilini, qo'rsqa ochib yig'anlar. Cho'qqadarlar baq chiqadi asta-asta, keyin o'g'ri g'ojib oldi to'ydirmaylar. Gir. Shamallar uçdi. Daraxt shoxlari usulga tushdi. Xat. Şah. Mahqa şanı qo'ysak naqsha bo'ladi. Naq. Naqsha. Xega mirni qo'ysak ximir bo'ladi. Mir. Ximir. Xushqa xo'yni qo'ysa xushxo'y bo'ladi. Xush. Xushxo'y. Hamid. Neman. Xaman. Tap. Tapti. Hamid Xaman tapti. Önkürdeki Eyiqcaq. Eyiqcaq ailesidagilar bilan birga bir tog' önkürde yaşaydikan. Bir kuni Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqqa: "Endi sen bu cho'ngib qolding. Bu yil maktabga beraman. O'rganish qiladigan ayrim hujran bo'lmasa bo'lmas. Shuni biz o'rmonlikdan daraxt kesib kelib, kangri uy yasab, shu uyda turaylik" debdi. Bahar kelganda ular o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar diqsirib chechaklangan ekan. Buni ko'rib, Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bek baraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga faqat ko'zi qiymabdi. Kuz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar mevalar pishib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymabdi. Qish ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtda nurg'un qushlar changga tizgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga yana ko'zi qiymabdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyiqcaqning qiyin sharoit ko'nib qolibdi. Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqning ko'nglidagini tushunib, davomli tog' o'nkirida yashayveribdi. O'rmonlikdagi hayvonlar Eyiqcaqning ish izlaridan ta'sirlanib, ota bola ishgaylanga dasta yovgullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bo'ldi.